Avval oilaviy kichik tandirga non yopardik. Daromadimiz past bo'lardi. Bu ishni kengaytirish uchun ham moliyaviy ko'mak kerak edi. Avval ishimiz tizimli bo'lmagan, tayyor mahsulotni bozordan olib, o'zimizni brendimizni qo'yib sotar edik. Xo'jayinim gruppaga chiqdilar. Oyoqda yemirish bo'lib protez qo'ydirdi oyog'iga. Keyin shu paytlari qiyin vaziyatlar bo'ldi. Sanoat qilish banki mahalla bankirlari kelib, moliyaviy yordam berishdi. Oldinlari 15 million oylik daromad bo'lsa, hozir 30 million sof foyda ko'ryapmiz. Daromadimiz 2-3 barobar oshgan. Kelgusidagi rejalarimiz ishxonamizni yanada kattalashtirib, ish o'rnini yaratib, mahallamizga sifatli non mahsulotlarini yetkazib berish. Hozirgi paytda doimiy 5 ta ishchi o'rin yaratdik, mavsumiy paytda 20 tadan ham oshadi. Men shu mahallada yashayman. Meni ismim Jasur. Har kuni kelib nonlardan olib ketaman. Uyimizga yaqin. Mahallamizdagi nonvoyxonaga kelib qolinglar. Juda zo'r nonlari. Hunarim rizqim, yordamchim esa mahalla bankiri.